jarayoni bizning raqobat jarayonimiz va bu jarayonda biz o'zimizni o'zimiz tavlaymiz, yo'q qarindoshlar. Shunga bu bir real ish bo'lgandan keyin bu siyosiy partiya hamon lazım bizga, kelgusi davlatimiz qurilgandan lazım bo'ldi. Devletimiz kuruluşdan burun bizning sürgün hükümetimizni rivojlantirish va yoki ishlarimizni tartibga solish o'xshamagan kuchlarni o'xshash bir parlamentdagi bir birlik kelgan supuq akilishdimi, biz chuqur partiya shakliga kelgan xalqni aqimizga olgan umumiy bir ommaviy safarbarlikka ega bo'lgan bir sistemni barliq keltirmasak, 5 odam, 6 odam va yoki 20-30 odamlik guruhlarimiz bilan biz kelgusidagi hech qanday bir tahdidni bartaraf qila olmaymiz. Biz bu jarayonda ikki omilni so'zlaymiz hozir. Ya'ni bizga ta'sir ko'rsatgan, biz qila oladigan ichki omil va bizning mustaqilligimizga ta'sir ko'rsatgan sirtqi omil bor. Bayotda deb o'tgandek, dunyoviy kuchlarning Xitoyni parchalash irodasi bu sirtqi omillarning ichidagi birinchisi. Undan keyin qilib qolsa, bularning kuchli siyosiy kapital selish irodasiga kelishimi bu vak muhim. Yalnız o davlatlarning irodasi bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Bu irodaning kaynida cho'qim ularning bu irodasi qancha baldır o shuncha yaxshi bir kuchli siyosiy kapitalga aylanib, bu selinma shakliga kelishi kerak bo'ladi. Endi Xitoy hokimiyatining irodasi, ya'ni Xitoy hokimiyati o'zining hokimiyat yurgizishga ko'z yetmagan va yoki yangidan barliq keladigan kompartiyaning izini bostirgan Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikachilik irodasini ta'virlash qatorliq masalalar bu bir sirtqi omil. Undan keyin va boshqa xalqaro siyosiy muhitlar, ya'ni qo'shni davlatlarning va yoki shu chaqdagi biz faraz qilolmaydigan boshqa muhitlar bo'lishi mumkin. Ammo buning munosabatsiz holda mayli shu sirtqi omillar tayyor bo'lsin, bo'lmasin, biz chuqum qilishga tegishli bo'lgan ichki omillar va ya'ni ko'pchilik xalqning tavranmas davlat qurish irodasi. Biz Kosovoda, Bosniyada va boshqa davlatlarda ko'ryapmiz. Kosovo qanday mustaqil bo'ldi desak, bir og'iz gapga yig'inchaqlasak, ko'pchilik xalqning tavranmas davlat qurish irodasi bilan mustaqil bo'ldi. Agar ularning davlat qurish irodasi mustahkam bo'lmagan bo'lsa, balki ular bir Serbiyaning avtonom rayonida yashab bo'lg'aydi. Ammo ular o'zining davlatining mustaqilligini qo'lga keltirdi. Bu jarayonda ularning davlat qurish irodasi, aslo voz kechmas irodasi nihoyat halqiliq rol o'ynadi. Dünyanın qimmat qarashiga uyg'un bo'lgan davlatchilik ideyasining ommaviy asosi. Biz Kosovoninki xalqaro sudga chiqqan vaqtdagi ba'zi bu bayonnomalarni ko'rdik. Hatto Germaniyaning tashqi ishlar ministri Kosovoni aqlab, Kosovoning bayrog'iga qaramamsizlar, ularning bayrog'ining rangi Yevropa ittifoqining bayrog'ining rangiga o'xshaydi. Ular Yevropaning o'rtaq qimmat qarashini e'tirof qilgan bir davlatga aylandi. Bu dunyoning va Yevropaning siyosiy kelgusida aktiv bir omil deganligini ko'rdikda. Demak, dunyoning qimmat qarashiga uyg'un bo'lgan, mush yer sharida mavjud bo'lgan davlatlarga o'xshash bir davlatchilik ideyasining ommaviy asosini turg'izish bizning mustaqillik ko'rishimizning xalqaro kuchlarning qo'llashiga erishishdagi eng muhim oldingi shartlarning biri. Bu to'g'rida hammalarning ko'z qarashining birdek bo'lishini umid qilamiz. Oldingi sonlarimizda so'zlab o'tdik. Kuchlik ommaviy asosi va rahbarlik sistemasi, mexanizm bo'lgan bir sistemli kollektivni barliq keltirish, ondan mush kollektivning bir planliq qadam bosqichlik harakat olib berishi biz qilmasak bo'lmaydigan, biz qiladigan ichki omillarning biri. Undaq bo'lsa, bu ichki omilni biz qanday tamomlaymiz? Gerçi bu ichki omil bilan sirtqi omil bir-birini ilgi suradigan nihoyat muhim omil bo'lsa-mu, navod bizning ichki omilimiz, ya'ni xalqning davlat qurish irodasi, davlatchilik ideyasining ommaviy asosi, kuchlik rahbarlik mexanizmi bo'lgan ommaviy asosi bo'lgan bir sistemli kollektiv va planli qadam bosqich va harakat bo'lmasa, kuchlar Xitoyni parchalayman degan taqdirdami, bizning hatto avtonomiyani og'dakmi bir ahvolimiz bo'lishini atayin bo'lib qoladi kelgusida. Şuna biz özümüzü takım qattiq talab qo'yishimiz, bo'libmi tashkilotlar, bo'libmi vatanparvarlar o'zimizni so'rashimiz kerak. Men nima ish qildim mustaqillik uchun? Mening hayotimda hozir mushbatda yo'limni davomlashtirsam, 1 yilda, 5 yilda va yoki 10 yilda vatanning mustaqilligiga yetamanmi? Va yoki Xitoyda ashuna tasodifiy bir fursat tug'ilsa, u fursatga men qanday yuzlandirman? Chuqum kelgusi dizurgan har bir ehtimolga qarshi o'zimiz planni o'tirib qo'yishimiz farazga asosan va A, B agar bunday bo'lib qolsa bunday qilaman, bunday bo'lib qolsa bunday bo'lib qolaman deydigan bir logik analizni o'tirib qo'yish kerak deb qarayman. Ammo bu har qanday logik analizning oldingi sharti bizning mustaqilligimizni chiqish qilgan bo'lish kerak. Ancha-muncha korxona boshqarish bilan shug'ullangan qarindoshlar balkim yaxshi bilsizlar, bu nishon boshqarish usuli deydigan bir gap bor. Odatda MOB deydigan ham inglizcha. Bu nishon boshqarish usulida avval izlanishni o'tirib qo'yamiz. Ya'ni nishonni nuqta qilgan holda siyosiy analiz qurollari orqali munosabatli uchur va imkoniyatlar ustida reallikni chiqish qilib turib izlanamiz. Bu bak muhim qarindoshlar. Chunki biz davlatni reallikda quramiz. Real tuproqda quramiz. Shundan boshqa biz quradigan davlat va davlat qurishning qadam bosqichlari mush dunyoning logik qonuniyatlariga, siyosiy qonuniyatlariga bizdan burun davlat qurgan davlatlarning qadam bosqichlariga uyg'un bir xil shaklda mang'udi bu. Bizning o'ylig'imizdek, bizning xohlig'imizdek bo'lmaydi. Chunki bizning kuchimiz dunyoning umumiy siyosiy sistemasi qator narsani biz nazarga olishimiz kerak har qachon. Shuningdek, bak chiroyli anlandi deblam, tajribaxonaga loyiq odamlarning chiqargan hukmi bilan o'zimizning siyosiy kelgusiga qaror chiqarib qo'ysak, xatolashib qolamiz qarindoshlar.
Şunu oturup koygan her bir ağız söz, her bir plan ve ideyanın basqıçları ve akıbetini oylashimiz kerak. Bulup mu teşkilatның mesulleri her bir kararga mesuliyet bilen muamele kılışı. Ağızdan gap çıkıp atqanda uruş bilen alımız. Vay bizden başkalar yaşası bulmaydı o toprakta degan vaqtda biz ishni amalga oshiradigan imkoniyatimizning bor yo'qligi, bizning tayyorligimizning bor yo'qligi qator nurg'un masalalarni ko'z tutib, oldida deydigan, oqida deydigan, demaydigan, yushirin tutadigan, oshkor tutadigan bir necha xil siyosatlarimiz, bir necha xil strategiyalarimiz bo'lishi kerak. Şuna bu nişan başqaruş sistemasida izdinish orqali butun narsani mo'lcharlab, nishonning yetmasak bo'lmaydigan, bizga eng kerak bo'lgan yerini ep qilib, 40-dak yer bo'lsa 40 qancha oddiylashtira olsak shuncha oddiy yetkili bo'ladigan bir yerga akab uni vazketkil bo'lmaydigan yerini ep qilib, xuddi hayotlikqa o'xshash bir yerini ep qilib, mush jon bo'lsa, jahon osh bo'lsa, qozon degan o'xshash, mustaqillik bo'lsa, qolgan ish uningdan keyin bo'ladi deganga o'xshash, mayli ilm-fan, mayli iqtisod, mayli boshqa millatimizning taraqqiyotiga munosabatlik, milliy kimligini saqlashga munosabatli har qanday bir xizmatning mustaqilligimizning kaynidan keladigan xizmat ekanligini tunib yetsak, ondan bunu tunib yetish bilan birga qadamga o'tish, harakatga o'tish jarayonida bir mas'uliyat tuyg'usi bilan muomala qilsak, har bir o'tirib qo'ygan fikrimizga, andan keyin bizda konkret bir plan bo'lsa, ya'ni reallikda ijro qilib bo'ladigan, bu bek muhim. Ya'ni reallikda ijro qilib bo'ladigan qisqa, uzoq va o'tir mezgillik planlarimizning bo'lishi, andan bu planga qarta izchil, astoydil ruh bilan, fidokor bir siyosiy pozitsiya bilan hayotimizni tikib turib harakatga o'tadigan bir holat shakllansa, undan keyin biz nishonimizga yeta olishimiz mumkin. Endi bu yerda bir fidokor siyosiy pozitsiya deb qoldik. Siyosiy pozitsiya degan nima desa, odatda ko'pincha biz kichikkin bir shaxsiy ziddiyat bu narsa tufayli birisi bilan gap qilishmaydigan, birisining kichikkin bir kamchiligi yoki ko'nglimizni og'ritishi bilan uni tashlab o'tib dushman qatoriga chiqarib o'tgan bir ishlarni Uyg'ur jamiyatida ko'p uchratdik. Bu siyosiy saposizlik qarindoshlar. Navoda biz mingimizning 99% hattoki